Assalomu alaykum. Hozir erkak kishiga ham, yosh bolalarga ham, ayollarga ham kerakli bo'lgan zo'r mahsulotni aytaman, super foods. Bu oddiy oshqovoq urug'i. Bu erkak kishi organizmida sinkka boyligi sababli immunitetni oshiradi, jinsiy quvvatni oshiradi. Prostata asosan sink yetishmasligi sababli erkaklarda prostatada muammo bo'ladi. Bu pochkani ham yaxshilaydi. Xo'p, undan tashqari yosh bolalarga beradigan bo'lsangiz, yosh bolalardagi parazitlarni shunday shol qilib beradi, bu o'ldiradi, organizmini tozalaydi. Ayollarga ham foydasi bor. Yurak qon tomir tizimini ham yaxshilaydi. Pochkani holatini zo'r qiladi. Eng muhimi, buni tarkibida sink bor, magniy bor, E vitamin bor. Magniy nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, magniy organizmga kuch beradi, quvvat beradi, insonni spokojniy va xotirjam qiladi. Kechki payt uxlashlaringiz ham joyida bo'lib qoladi. Oshqovoq urug'ini qanday iste'mol qilish kerak? Oshqovoq urug'ini birinchi navbatda siz yerga eksiz o'sib chiqadigan tabiiysini oling. O'zimizni bir mahalliy urug'lardan oling. Shuni iste'mol qiling. Bolalarga ham, o'zingizga ham iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Ko'proq obeddan keyin iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buni tarkibidagi minerallar obeddan keyin organizmga yaxshiroq so'riladi. Oshqovoq urug'ini har kuni 2 osh qoshiq bilan iste'mol qilib tursangiz, 15 kunda taningizdagi o'zgarishlarni sezasiz. Teringiz ham chiroyli qiladi, organizmdagi parazitlarni o'ldiradi, immunitetni oshiradi, xotirjamlikni yaxshilaydi, uyquni yaxshilaydi. Prostata erkaklar uchun super foods hisoblanadi. Bu prostatadagi muammolarni bartaraf qiladi. Agar oshqovoq urug'ini asalga aralashtirib yeydigan bo'lsangiz, iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu uni effektini oshiradi. Qon ko'payishiga ham sabab bo'ladi. Azizlar, sog'lik birinchi o'rinda turadi. Sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang, obuna bo'ling. Salomatlikni tiklash bo'yicha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib boraman.